Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, abituriyentlar, SAT muxlislari. Hop, demak, bizni kanalimizga SAT real ekzaminda tushgan savollardan biri tashlangan edi. Ushbu savolni video tahlilini ham ko'rib o'tamiz. Bizda savol quyidagicha berilgan. Hop, the function, ya'ni funksiya berilgan, px 533 qarshida 1.011 darajasida x, ya'ni modeli berilgan ekan. The population, aholi, ya'ni nimaning, associating town, bir shaharning har yili, each year, har yili from, ya'ni 1951-yildan 66-yilgacha bo'lgan oralig'da shaharning aholisini o'sib borish tempi ko'rsatilgan. Hop, aytaylik, 1951-yildan ketyapti. 1952-yil, 1953-yil va hokazo shu tartibda 1966-yilgacha bo'lgan davrda aytaylik, aholi dastlab mana bu joyda bo'lsa 52-yilda ozgina ko'tarilgan. 53-yilda ham xuddi shunaqa tartibda sekin-sekin o'sib borgan. 66-yilga kelib qanchadir miqdorga ko'payib qolgan. Ya'ni grafik borgan sari bizga o'sib borish grafikini bildiradi. Asta-sekinlik bilan, ya'ni aholini o'sib borish tartibi berilgan. Hop, bizda bu, ya'ni qayerdagi x, number of years, ya'ni yillarning soni ekan. After 51-yildan keyin, ya'ni bizda mana bu yerda berilayotgan x'imiz esa yillarning soni. Aytaylik, x ning o'rniga 0 qo'yganimizda 1951-yildagi aholining soni 533 millionga to'g'ri kelyapti. Hop, keyin x ning o'rniga 1 qo'yganimizda, ya'ni oradan 1 yil o'tdi. 1952-yilda esa endi aholi soni 533 ni ko'paytirishimiz kerak 1.011 ga. Mana shunday qilib asta-sekinlik bilan o'sib borish tartibida ko'rsatilgan. Hop, ya'ni 0.11, ya'ni 1.1% oshib boradi ekan har yili. 533 1.011, ya'ni primерно 538.86 ga to'g'ri kelar ekan. 538.86. Primерно qaraganimizda 538.86 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni primерно hisoblaganda 5000 aholiga ko'tarilib boryapti ekan. Endi bizda yana savolida which of the following, ya'ni quyidagilardan qaysi biri best interpretation, ya'ni eng yaxshi sharh bo'ladi, ya'ni tushuntirish nima? P5 ekan. Ya'ni mana bu yerda px formula berilgan va bundan pximiz demak P5 ga teng bo'lishi kerak. Bular tashlab yuborganimizda, ya'ni x teng 5, bu bizda yilni bildirardi. Hop, mana bu joyda aytib o'tgan, mana x qayerdagi number of years, ya'ni yillarning sonini bildiradi. Yillarning sonini bildiradi ekan. Ya'ni oradan 5 yil o'tgan bo'lishi kerak ekan. 51-yildan keyin approximately, taxminiy, ya'ni equal degani teng 563 in this context, ya'ni kontekstda 563 nimaga teng bo'ladi degan ma'noda ishlatilyapti. Ya'ni ma'nosi P'ni o'rniga 5 qo'yganimizda javobi 563 chiqishi kerak ekan. Ya'ni aholi soni 51-yildan boshlab 5 yil o'tyapti. 1956-yilga o'tib qolyapti. Ya'ni 1956-yilda bizda aholi sonimiz 563 ga teng bo'lishi kerak ekan.
Hop, endi bizda ajobni tahlil qiladigan bo'lsak, population ya'ni aholi, ya'ni nimaning shaharning aholisi, townimizda shahar estimate baholangan taxminiy 5 ga greater ya'ni kattaroq 56-yilda 51-yildan ya'ni 51-yildan ko'ra 56-yilda 5 ga kattaroq yo'q 5 ga katta emas ya'ni bizda boshida 533 bo'lgan bo'lsa aholi endi bunda aytib qo'yiladi 5 ga kattaroq ya'ni 538 bo'lib qolsin deyapti. Bu umuman xato javob keladi. Endi population of the town ya'ni shaharning aholisi estimate baholanishi kerak ekan taxminiy 563 ga in 1956-yilda ya'ni 56-yilda примерно hisoblaganda 563 ming deb aholi bo'lishi kerak ekan. Mana hozirgi holat ya'ni biz hozir buni ishlab ko'rdik. Mana 5 bo'lganda 563 ga teng ya'ni qachon 1956-yilda. Demak bizdagi berilayotgan javobimiz bir javobga tushar ekan. Keyingisi tahlil qiladigan bo'lsak, the population town ya'ni shaharning aholisi estimate baholanishi kerak. Approximately taxminan 5 times ya'ni 5 marta greater bo'lishi kerak, kattaroq. In ya'ni 56-yilda 51-yildan kattaroq, ya'ni aytayaptiki 56-yilga borganda 51-yildagi aholi 533 bo'lgan, undan 5 marta katta bo'lib ketishi kerak. Ya'ni 55 yil ichida aholi soni 5 marta katta bo'lib ketishi kerak ekan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Endi the population of the town ya'ni shaharning aholisi baholanishi kerak. Increase o'sish bo'lishi kerak. Taxminiy 563 every 5 years ya'ni har 5 yilda 563 taga ko'payib borishi kerak ekan. Ya'ni qachon? Ya'ni mana 51-yildan 66-yilgacha bo'lgan davr ichida. Hop, ya'ni bizga aytaylik 1966-yilda beryapti-da. Hop, mana hozir 1966-yilda beryapti. Bundan 1951-yilda olib tashlaydigan bo'lsak 5 1 ya'ni 15 yil davomida 15 yil ichida har 5 yilda ya'ni 5 yil 5 yil 5 yil har 5 yilda ichida aholi soni 563 mingga ko'payib borishi kerak ekan. Ya'ni 563 ming har 5 yilda 563 ming ko'payib borishi kerak. Bu ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki har yili hech qachon aholi bir xil miqdorda ko'payib bormaydi. Demak, bu javobimizdan xato. Bizda asosiy javob bir javobda qoladi. Xo'p, ustozlar ta'limni ham tugatdik. Savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariylarda qoldirishingiz mumkin. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Barchaga rahmat. Salomat bo'linglar.